Assalomu alaykum qadrdonlarim. Bu yangi video do'stlar. Bu videoda men sizlarga tail bridging qilishni o'rgataman, ya'ni tezroq ko'prik qurish. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin do'stlar. Bizning Telegram kanalga ham obuna bo'lib qo'ying. Telegram kanal uchun havola esa video opitsiyasida bo'ladi. Unday bo'lsa, o'rganishni boshlaymiz do'stlar. Ko'prik qurishni teparoqdan boshlab ko'rsa tamom. Platforma ham tayyor. Siz kursorni qo'lingiz yetadigan joygacha surib boring va blok qo'yish tugmasini bosib turib oldinga qarab yurishni boshlang. Siz blok qo'yish tugmasini qo'yivermasdan turib yuraversangiz, bu narsa umuman to'xtamaydi. Bir narsaga e'tibor bering. Siz kursorni o'zingizga uncha yaqin keltirmang. U sizdan doimo oldinga harakatlansin. Bilmasam mana shunaqa holatga duch kelasiz. Bu narsani doim e'tiboringizga oling. Yana bir qilishingiz mumkin bo'lgan xato, siz blok qo'yishni boshlagan paytingizda kursorni blok tepasiga olib kelmang. Bo'lmasa u tepaga qarab qo'yilib ketadi. Bu ham katta xatolardan biridir. Buni sizga yana bir marta yaxshiroq tushuntiraman. Hozir joystickni ko'rinadigan qilaman. Mana joystickni ko'rinadigan qildim. E'tibor bering. Oldinga yurish bilan birga blok qo'yish tugmasini bosishingiz kerak. Shuni unutmang. Va mana bu jarayon umuman to'xtamaydi agar siz blok qo'yish tugmasini umuman qo'yib olmasangiz. Bu logika istalgan vaziyatda ishlaydi. Mana masalan mana bunaqasiga. Juda oson. Yoki tepaga qarata qilganda ham. Bu Bedrock Edition'ni logikasi deb ataladi, lekin bu Java Edition'da ishlamaydi. Bilmayman nega logika deyapman, o'zi to'g'rimi bu gap? Yoki bu fizikami? Na bo'lganda ham. Bu narsa pastga qarata ham ishlaydi. Blok sizdan oldin qo'yilib ketaveradi. Bilmayman qanday. Bu juda qulay. Yonchasiga ham xuddi shunday. Bu uylar qurish uchun zo'r qulay. Shunchaki bloklar to'g'riga bexato qo'yilib ketaveradi.
Video sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, meni xursandman do'stlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.